Assalamu alaikum, qadrli görüşçüler. Alam Xabar kanalının kataloqchilari 5-iyun 2020-yil Özgün qo'y bozorindamiz dostlar. Bugungi qo'ylarga bo'lgan baholarni sizlar bilan cho'g' bo'lishib ko'ramiz. Baholar qanday bo'lib жатат? Sizlarga qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. So'ndaqdan bizdan alistavoy to'p qochmay turingizlar. Kanalda жаңа болғандар каналға тауып лайк басып, sunuşlardı kommentariga жазыңыздар. Qo'zg'ochqorlar optam 6,5 mingdan bo'ladi ekanlar. Bari qo'zg'ochqorlar. Bari deb noshul yerdan qo'chqorlarda bo'g'ildi o'xshaydi. Qaysili alindi, hozir ko'ramiz. Bulag'alarimiz da qizitib bo'g'ilib o'tadi. Uşul qo'zg'ochqorlarni 4 mingdan oldin deb olib chiqib boradi. Mana uşul juni qirqilgan qo'chqorlar baho bo'lib tur, 8 mingdan. Qashqamen janındagisi biroz cho'ngroq ekan. Bu qo'zlarni 6 mingdan bermedim dedi. Hozir 5,5 mingdan baho qilishdi, 5,5 mingdan daha bo'lmaydi dedi. O'sha oldu. Şu qo'chqorlarni da ko'rsatib o'taychi. Bari qo'chqor o'xshaydi, ha? Bari qo'chqor. Qanchadan da'dasizlar? Qanchadan o'tasan? 8,5dan. 8,5 mingdan. Jaqini optam. Optamga 8,5 mingdan da'dat. Tish buzalaga bular, ha? Jash, bu yilgi qo'zlar bo'lish kerak, erta jazdag'lar. Jazg'i qo'zlar. Kichika jash qo'z ekan, 6,5 ming kim bor deb turadi. Erkek qo'zi qo'chqor. Ona yerda o'shalar echkilarni bog'ilib o'tadi. Echkini qancha qiladi? Yo'qmi? Uchtyo, ana uchto bor. Uchtyo. Qancha yer qo'ydingiz qaysisini? Qisir echki ham berki o'sha olasin 5,5 ming kim bor deb turadi. Berki chekida eko 5,5 ming deydi, arqa. Eko 6,300 dan. No, echki qancha tutasiz? 4 ming so'm. 4 ming so'm. Narx uloqlarda sizdanmi? Yo'q. Narxdanmi? Yeni ola ekan, ovoz qancha tutadi ekan? Yeni olani qancha tutasiz? 7 deyapman. 7 ming. Uloqlarni 3,5 mingdan kam bor deb turishayotgan. 5 mingdan bo'lib turishlar 4,20 ming bo'ldi deb. Eko uchinchisi daha birisi qaysi yoqqa ketib qoldi ekan. Bu yoqqa keldik, cho'ng qo'chqorlar yoqqa. Bu yoqda dag'i qattiq baholar bo'ladi o'xshaydi. Kirib yaqin borib ko'raylik. Bu yerda talashib qattiq baholar bo'ladi ekan. 150,5 aldık dese 155 oldu deb. Hazır ne olsun? 4'ü. Bağı oladı ekan. 4 başlı bağlar çal. Qanchadan qildi? 155 ming adat satuvchi. Erkaklar 152,5 bu deb. Talashib atishadi. Biraz adashib bağlı başta o'xshaydilar endi. Deb kelishdi. 155 mingga bo'lib tur oxiri. Shular bo'lib. Ya açıp. Aç. Mana shunday qizil cho'ng qo'chqorlar da bor ekan. Ularning baholari qanday bo'ladi ekan? So'rab ko'raylik. Assalomu alaykum. Qancha da'dasiz bularda? 40 mingdan, ha? Eko 1,40. Eko 80 ming. 40 mingdan deb aytib жатады. Qaysi jaqtiki ekan bu? Barpadan kelgan. 40 mingdan 80 ming deb turishadi. Ikki tishdan bo'lgan ushul qo'chqorlar. 380 ming bo'lib tur qo'chqorlar. Yet var, yaxshi semiz qo'chqorlar ekan. 75 kg bor.
Эми ушул кочкорлордон көрөлү. Булар дагы орто кочкорлор экен. Assalomu alaykum. Qanchada otasizlar ularni? Qaysi biri? Üçünü. Okan 20 adam bunu 18 dan berdi. Ekoni 20 ming, buni 80 ming. Qancha tishdan bo'lib qoldi? 2 tishdan bo'lib qolgan ekan. Bog' bo'ldi, bo'lmadi bozorda. Qilishdi, bog' qilishdi. 15 mingdan bermedi ekan. 15 mingdan berib turishlardi. Şu qo'chqorlarni so'rab ko'raylik. Kimdan ekan? Qanchada otasan? Qarani 25 ming kemarda turadigan, bunisi 25 ming, bunisi 20 ming. Bog' bo'ldi, bo'lmadi. Qanchadan bermedi ekan? Narxini 20 ming bergan ekan o'sha. Pulini ko'tarib beradi, bunisini 18 mingga. Bog' olib turib beribdi. Ortada 44 ming bo'lib tur. Ular 22 mingdan. Cho'ng qo'chqorlar ekan. Mana shu qo'chqorlarni 30 mingdan deb turadi. 4 tish bo'lib qolgan qo'chqorlar ekan. Mana shu qo'chqorlarda so'rab ko'rayliklarda yaxshi ko'rinib turadi. Sizlarmi qo'chqor? Yoqdanmi? Assalomu alaykum. Qo'chqorlar qayerdan kelib turiblar? Korkudan. Korkudanmi? Qanchada otasiz? 45, 45 ming, 30 ming deb ularda aytilish bog'lari bo'ladi ekan. Qancha tishdan bo'lib qoldi? Aldı, 4 tishdan ekan. 2 tish, 4 tish. Altı ming 800'den bo'lib tur, şu qo'chqorlar, qo'z qo'chqorlar. 201 ming bo'ldi deydi, 30 bosh. Bu жақта da çoğulup bağılacaq. Görelici bu жаққа ötüp nelerdə qılacaq. Qozlar optan bağlanan oxşaydı. Satıldı mı qozlar? O satıldı. Qanchadan bo'ldi ekan? 66 jarımdan bo'lib turishlar. 6650'den optan bo'lib tur. Hozir berekeler daha verildi. Bir başkan bunlardan. Sizlerge bu şol yerden optam Jallatın qo'chqorlari, qo'z qo'chqorlaridan ko'rsataylik. Leylikdan kelgan ekan. Qanchadan da otasam aytilish bog'lari? 8,5 mingdan aytilish bog'lari bo'ladi ekan. Yaxshi qardar kelsa arzon bo'ladi. Kelib olsangizlar bo'ladi. Bölükdə satazlar. Arasında urg'achlar da bormi? Hozir qiziqqanlar ko'p bo'ladi bu yoqda. Men sizlarga nomer telefonini aytib ketayin. 220 0220 31 21 31. Ушул номерге чалсаңыздар болот, эгер силерге ушул qo'z qo'chqorlari жаккан болсо. Qancha tishdan bo'lib qoldilar? 2 tishdan. 2 tishdan. Quruqtuqa yaxshi. 40 mingdan bular Kistimeden geldi. Lelnovat'tan geldi Tajikistan'dan. Lelnovat Tajikistan'dan kelgan qo'chqorlar ekan. Bahosin qancha otasiz? 40'tan qo'yib beraman. 40 mingdan qo'yib berasiz. Nomeringizni aytib qo'yasiz unda quruqtuqa izlaganlar bo'lsa. 79 ming. 779 14 26 29. 14 26 29. Ушул номерге чалсаңыздар болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер сиздерге жакшы чоң qo'chqorlar kerak bo'lsa. 213,5 mingga berdim deb qo'z qo'chqorlarni olib kelib boradi. Sen gap turav deyman. Qadrman görüşler, sizler menен ушул жерден коштошобуз. Сиздерге кыскача маалымат бердик. Сунуштарды комментарийге жазыңыздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча аман туруңуздар дейбиз.